Yo, Sodirbek, hormang. Azimjon aka, keling. Nimalar bilan bandsiz? Salom. Alaykum salom, charchamayapsizmi? So'rin yuvib qo'yay deb. Aka o'tiring. Tapcharlar ama. Ha. Odiljon aka, nima gap? Tapcharlar zo'r tapcharlar. Tapcharlar yoqdimi aka? Dahshat, zo'r chiqibdi. Shunaqa yomg'irlarga ham mos qilib qo'ydik. Bu sotiladiganmi yo o'zlaringga qilsangmi? Bu sotiladigan aka. Faqat yo'lda bo'yi o'tirib olgan ekanmiz. Biz ham yo'lda bo'yi. Salom aka. yo'llar yaxshi-yu, qanchadan to'g'ri keladi? Misol biz obunachilarimizga bilasiz. Xo'sh. Obunachilarimizga yengil qilib beramiz aka. Yengil endi ko'proq narxini so'rashadi bizdan. Mana sifatligi dahshat ekan. Sifatligi saxtalar hammasi rossiyskiy aka. Laylab qo'yganmiz, bemalol yuborilaveradi. Laklab. Razmerlarimiz 2,5 metrga 3 metrlar ekan. Hozir bozorga lazerdan ishlangan. Lazer qanaqa? Ya, stenasi 1.8 aka lazerniki ham. Demak, parash emas. Parash emas. Mana atpotda qolgan 1.5, 1.3 ishlamas ekan. Oldi tomonlarga mana 2 ratli profil, orasida gullar bilan, tagidagi lagalari ham aka 3 ta aka. Laga deganda tagida ushlab turadigan narsa ushlayaptimi? Ushlab turadigan. Asosiy yukni tushadi, to'g'rimi? Ha, 10 ta odamni bemalol sig'dirilaveradi. Hozir razmeri necha? Razmeri bunaqasiga 2,5 metr, bunaqasiga 3 metrlar ekan. 2,5 3 ekan. 2,5 ga 3 razmer. 8x profil ishlatilgan. Bemalol aqabaqa yetalab ketsa bo'laveradi mana. Istagan tomonga surib, surib olib ketsa bo'laveradi ekan. Ruli bor ekan, demak. Bemalol. G'ildiraklari bor, ya'ni bor. Aylanadi. Stoplari bor. Har tomonga aylanib 360 gradusga aylanaveradi. Assalomu alaykum. Charchasan. Har tomonlama qulay ekan. Quyosh bu tomondan tushadigan bo'lsa, aylantirib narigi tomonga qaratib olishadi. Quyoshga moslab olsa bo'ladi. Yomg'irga, ya'ni qaysi tomondan shamol ursa yomg'ir, o'shanga qarab moslab olsa bo'laver ekan. Havo salqin bo'lsa, uni zanjirlarni chiqazib, motivatsiya soyabonni yig'ishtirib qo'ysa bo'laveradi ekan. 2 kishi bo'lish kerak ekan, yig'ishtirishga. Ha, 2 kishi bo'lish kerak. Ilhomboy, yordam bering, bir ko'raylikchi. Ilhom aka keng endi. Mayda bunday tortib turib chiqazib olasiz. Siz tortib turasiz, ichidan chiqadigan qilib qo'yilgan ekan, tayyor o'zi. Sekin tushiraverasiz. Qo'lga ehtiyot olasiz. Bo'lmadi. Ochiq havo bu yog'i. Oddiy tapchan, o'zimizning milliy naqshlar ham sharqona. Lekin dahshat zo'r chiqdi. Xohlashsa soyabonsiz. Xohlashmasa, xohlasa soyabonsiz, bo'lmasa soyabonli qilib qo'yaveramiz aka. Istagan shaklda qilib berilaverar ekanda. Soyabonsiz holatda 4 million so'm aka. Tapchanimizning narxi soyaboni bilan 6 million 300 mingga tayyorlab beramiz aka. 300 ming. Keyin bu qayerlargacha? Masalan, biz Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi, ya'ni yetkazib bera olamiz. Endi boshqa joylar bo'ladigan bo'lsa, voqea uni kelishilgan holatda ekan. Kelishilgan. Istagan dizaynda gullarni o'zgartirsa bo'laveradi, to'g'rimi? Gullarni o'zgartirsa bo'laveradi. Yon tomondan lazerlar, ya'ni gulini rangini o'zgartiraveramiz. O'sha narx-navo o'zgarmaydi aka. Narx o'zgarmaydi, hech qanday ta'sir. Qo'llar fondi rossiyskiy aka. Zamoviy taxtalardan foydalanganmiz. U taxtada ham masalan farq bormi? Narxiga ta'sir ko'rsatadigan joylar ham bormi? Mana zamovsizligida. Qarag'ay rossiyskiy aka. Lekin juda chiroyli chiqqan ekan, bejirim. Uzoqdan turib siz to'g'ri. Ayniqsa mana bunaqa salqin joylarga yoniga qo'yib qo'yilsa, haliga taxtalarga, dachalarga qo'ysa bo'laveradi aka. Saka bo'laveradi. Sifati zo'r ekan, materiallari ham qalin. To'g'risi menga juda yoqdi, havas qildim. Ayniqsa tepa tomonda yopilishi. Ha? Har tomonlama qulay. Libos sharoitga ko'nikveradigan so'r aka. Oddiygina mana bu suvdan, nasoh suvdan sepdik, to'g'rimi? Taxtini berishini qarang, salqinda. Hozir kunduz o'zi 40 gacha ko'rsatishyapti ba'zi joylarda. Endi haqiqatmi yolg'onmi bilmaymiz, lekin shu haroratda mana shuni tagiga suv sepib, ustilarga suv sepib, bir qator suv sepib olsangiz, salqinlab o'tirilaveradi. Lekin juda zo'r. Aytgancha razmerlar ham o'zgarish bo'laveradi. O'zgartirib beraveramiz razmerlarni. Xohlagan razmerlarga, joylarga moslashtirib, misol uchun berilaveradi. Qilib beraveramiz. Lekin zo'r. Kuzatuvchilarga tavsiya beramiz. Shundan mana ham millioni juda chiqdi. To'g'risi, menga yoqdi. Bemalol agar kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha savollar bo'lsa, izohlarga yozaverasizlar. Kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamga aloqa takliflar bo'lsa, o'zgartirishlar bo'lsa, takliflar bo'lsa, o'sha qarab talablarga binoan ham yasab beraveramiz. Ilhomboy, yordam bering endi, tishlab qo'yaylikchi buni joyiga. Ilhom aka keng. Manzilda aytib o'taman. Hozir biz Jidakabadamiz, ya'ni Namangan viloyati 3 tumani Qultepa sanoat zonasidamiz.
ayni vaqtda. Bu yerda ishlab chiqarish juda yuqori bilasiz. Darvoza istalgan metal buyum deyarli yasab ishlab chiqariladi. Mana ko'ryapsiz, sanoat zonadamiz. Mashinalarda sayrob, har tomondan mashina o'tadi. Tinim yo'q xullas. Kechasi o'nagida kelsangiz ham bu yerda odam qimirlatgan bo'ladi. Sardor bek, katta rahmat sizga. Azamjon aka. Lekin bitta uyga qilib qo'yishimiz kerak biz ham. Bitta shundan hammaga ham nasib qilsin, ha. Mana. Qilib beramiz aka. Qilib beraman, xudo xolasa. Mayli. Bitta sarqilab tushib. Material aytgancha qanaqa buni? Material Tepedagi 20 lik truba qildik. Quyoshga. Trubadan tashqari mana material nima Suv deydi? o'tkazmaydi aka. Matras. Quyoshga chidamli Ha, bular. Quyoshga chidamli. Quyosh, yomg'ir. Suv Hali oddiy nima zontikli materialdan emas aka. Berzentga o'xshagan material bu. hali suv shimib boshqa qilmas ekanda. Suv shimmaydi. Yemana mana shu tushib ketavergan. Lekin zo'r. Bemalol keraklar yoki bo'lmasa kimgadir kerak bo'lsa shunga o'xshash. Yo boshqa taklifingiz bo'lsa ham istagan usulda. Keyin yana bir narsa yig'ishtiradigan qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, yig'ishtiriladigan boltga hali qilib beraveramiz aka. Boltga qilib, ya'ni mashinaga sig'maydi, katta mashinaga, Mashinaga to'g'rimi? sig'maydi. Narxi ma'lum bir darajada o'zgaradi ekan. Ha, o'zgaradi. Narx qo'shiladi ozman. Qancha farq qilishi mumkin? O'rtacha, misol uchun 200 ming atrofida 200 farq ming. qiladi aka. unga qo'shilishi mumkin. O'shanda yog'ochlari ham alohida 2-3 bo'lak. Yog'ochlar alohida ikki pallali bo'lib ajdon qilib qo'yamiz unda. Aha. Hamma tomoni boltga egalik qilib. O'ga keladi. U yerda terib olishaveradi. Ha, misol uchun voha tomonlarga bo'lsa, butun holatga ketish qiyin ekan. Bo'lak-bo'lak qilib taklab olib beriladi. boradi. Ha, yig'ishtirib yuboriladi ekan. Menimcha asosiy savollarni savol-javob oldik. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.